Voy ayog'im. Xo'p, qalaysizlar, qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Bu videoyim Eminoy Buxoroda istiqomat qiluvchi qizlar haqida bo'ladi. U ham bo'lsa, aynan Buxoro sistemasida Instagramga bizni samosyomkamizni tushiradigan kommentlar va nima deydi uni? Manga o'xshagan o'zini ijodini endigina boshlayotgan qizlar uchun noldan boshlab qanday qilib o'zingizlarni negativ fikrlarga tayyorlab ijodni boshlashinglar uchun bo'ladi. Va mana ana bu chiqqan ugrilarimni nima deydi uni ketkazishni uslublarini ko'rib chiqasizlar. Qaranglar, men bu ijodimni birinchi boshlagan vaqtimda TikTokdan boshlaganman. U paytlar o'la TikTok VPNsiz ishlardi. Birinchi videolarimni TikTokka olganman va Instagram bilan umuman qiziqish menda bo'lmagan. Keyin Instagramga top trendga chiqqan videolarimni TikTokka top trendga chiqqan videolarimni demoqchi edim. Unaqaga qo'yishni boshlaganman. Instagramga qo'yishni boshlaganman. Instagramga boshida qo'yganimdan umuman gapirib chiqmasdim va ovozingiz qanaqa bir marta gapirib ham chiqing, u yoq bu yoq deyishgandan so'ng kam gapirib chiqishni boshlaganman. Mana bu kremim qara ketdi. Kam gapirib chiqishni boshlaganman va undan keyin ko'p negativlar kelgan, ko'p чересчур asabimga tegadigan narsalar bo'lgan. Keyin nima qilganman? Nima deydi uni? Kommentariyalarni bloklashni boshlaganman. Mana essensiyam qani? Hozir to'xtanglar. Va kommentariyalarni bloklashni boshlaganman. Keyinchalik esa kommentariyalarni ochib, o'zimni shevamda gapirishni boshlaganman. Ko'pchilik tushunmagan, sen unaqasan, bunaqasan degan, bu ham menga ancha-muncha asabimni buzgan va Instagram bilan TikTokka boshqa xil videolar olishni boshlaganman. Hozir ham e'tibor qilsanglar, TikTok'imga boshqacha video, YouTube bilan почти bir xil, Instagramga iminoy alohida boshqa xil video olaman. Menda o'sha uchun TikTok bilan YouTube'imni juda ham yaxshi ko'raman. Auditoriyasi Instagramda katta bo'lmasa ham, chunki menga negativ deyarli yo'q. Hamma meni qo'llab-quvvatlaydiganlar va nima deydi? Aynan YouTube'ni men o'ylaymanki, kelajagi bor chem Instagramdan ko'ra va sizlar nima yaxshiroq kontent qilsanglar, yo bo'lmasa ko'p auditoriya yig'sanglar, u sizlarga knopka beradi, pul beradi, qo'llab-quvvatlaydi-da, to'g'rimi? Instagramga esa umuman unaqa narsa yo'q. Instagramga to'liq reklama tushmasa, ishoninglar, umuman foydasi yo'q. Umuman. Sizlarni na cho'ntaginglarni pulga to'ldiradi, na bir nima deydi, ijobiy taraflarni populyarlik qilib beradi, da bir nima kontentinglarni to'lig'icha ko'rsatishga yordam beradi. Kontentlarni masalan 3 minutdan ziyodrog'i bor, yo bo'lmasa nima deydi uni 30 soniyani ichida sizlar aniq maqsadni tushunib olasizlar. Instagramga unaqa emas. Instagramda boshdagi 30 soniyani sizlar aniq mazmunga qaratishingiz kerak. Boshqa shartlari juda ham ko'p demoqchiman. O'sha uchun men hozirgi ijodimni aslan Instagramdan tashqari YouTube va TikTok'imga berganman. TikTok'ga to'g'risi men efir qilmayman, lekin TikTok'dagi trendlar yordamida YouTube'imni rivojlantirishga yaxshigina nima deydi, tayyor kontent olyapman desam ham bo'ladi. Shu uchun ijodini endigina boshlayotgan qizlarga maslahatim, sizlar birinchi o'rinda Instagramdan boshlamanglar. Birinchi o'rinda TikTokdan boshlab YouTube'ga o'tinglar. YouTube'dan keyin agar o'zingizlar xohlasanglar Instagramga o'tsanglar bo'ladi. Bo'lmasa unaqa shart emas. Men nima uchun o'tganimning sababi menga qanday bo'lgan? Menga moliyaviy jihatdan uncha ko'p mablag' bo'lmagan, o'sha uchun majbur bo'lganman Instagramni rivojlantirib, o'shaning orqasidan pul ishlashga. Bilamizki, O'zbekiston hududida, ayniqsa Buxoro hududida doimiy ravishda faqat Instagramga reklama berishadi. TikTokka yoki YouTube'ga berishmaydi. No, men sizlarga bitta narsani aytaman. YouTube'ga qilingan reklama yoki TikTokka qilingan reklama Instagramga nisbatan kamroq ahvat yig'sa ham, lekin ishonchli va kerakli auditoriyaga yetib boradi. Keraksiz chipuqa insonlar ko'rmaydi. Shu narsani inobatga olinglar. Sizlardan shunaqangi bugungi mendan maslahat bo'ldi.